Assalomu alaykum hammaga. Xudo xohlasa Rustambek o'quv markazining ikkinchi kitobi, ya'ni yana A+ kitobi bo'yicha misollarni ishlashni bugundan boshlaymiz. Ya'ni hozir biz birinchi misollarni ko'ramiz. Unga mos 100 ta misolimiz bor. Har birini alohida tahlil qilib chiqamiz. Demak, birning birinchisi 5 xonali son berilgan, mana shunday ko'rinishda ifodalangan. Bu son 72 ga qoldiqsiz bo'linsa, bizdan so'ralgan ifodaning hisoblashimiz kerak ekan. Mayli. 5 xonali sonimiz 72 ga bo'linishi kerak. O'zi 72 ga bo'linish belgisi qanday edi? 72 ga bo'linish belgisi bir vaqtning o'zida sonimiz 8 ga va 9 ga qoldiqsiz bo'linishi kerak. 8 ga bo'linish belgisi qanaqa edi? Demak, sonning oxirgi 3 ta raqami deyilgan. Ya'ni bizda berilgan sonimiz bu yerda 2x78y ko'rinishida. Oxirgi 3 ta raqamini alohida yozamiz. 7, 8, y. Mana shu sonimiz nima bo'lishi kerak? 8 ga bo'linishi kerak. Bu yerda 784 holatida o'rinli bo'ladi. 784. Demak, y ning qiymati 4 ga teng bo'lishi kerak. Va hosil bo'lgan sonimiz endi qanaqa ko'rinishda bo'ldi? Keyingi ko'rinishi 2x 7 8 4. Mana bunday ko'rinishda bo'ldi. Endi esa bu sonimiz 9 ga qoldiqsiz bo'linishi kerak. 9 ga bo'linish belgisi raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linishi kerak. 2 qo'shilgan x qo'shilgan 7 qo'shilgan 8 qo'shilgan 4. Demak, mana bu ikkitasi 10, 17, 21, 21 qo'shilgan x hosil bo'ldi. 21 dan keyin kelishi kerak va 9 ga bo'linishi kerak. Bu albatta 27. 27 deb oladigan bo'lsak, bizda x ning qiymati 6 ga tenglik kelib chiqadi. Endi so'rab qo'ygan ifodasining qiymatini topsak, x demak, x y ayrilgan 3y. X'imiz 6 ko'paytirilgan 4 ayrilgan 3 ko'paytirilgan 4. 24 ayrilgan 12. Demak, 12 hosil bo'ladi. To'g'ri javob C javob. Keyingi ikkinchi misol. Agar n kub teng 48 ko'paytgan m, bu yerda n ham natural sonlar bo'lsa, m qo'shilgan n yig'indining eng kichik qiymatini toping deyilgan. Birinchi navbatda 48 ni tub ko'paytuvchilarga ajratamiz deyishimiz mumkin. Tub ko'paytuvchilarga ajratsak, 2 ning 3 darajasi deymiz. 2 ning 3 darajasi 8 va bizda 6 ko'paytirilgan m deb oladigan bo'lsak. Demak, bu yerda 2 ning kubi keldi, o'xshadi. Endi buni o'xshatishimiz kerak. Bu o'xshashi uchun m ning qiymati bu yerda 6 ning kvadratiga to'g'ri kelishi kerak. 6 ning kvadratiga to'g'ri kelsa, n ning kubi teng bo'ladi. 2 ning kubi ko'paytirilgan 6 ning kubi hosil bo'ladi. Bu esa n ning kubi teng 12 ning kubi va n ning qiymati esa 12 ga tenglik kelib chiqadi. 6 ning kubi 36 bo'ladigan bo'lsa, ikkitasining yig'indisi so'ralgan. Demak, 36 qo'shilgan 12. Demak, to'g'ri javob 48. Bunda ham javob to'g'ri ekan. Uchinchi, agar a ning ifodalangan shunaqa ko'rinishda, bu b esa mana bunday ko'rinishda ifodalangan bo'lsa, a minus b ning qiymatini qanday bo'ladi? Demak, a dan b ni ayirishimiz kerak. A ayrilgan b ning qiymatini topsak, a ni o'rniga a ning o'zini, b ning o'rniga esa 1 qo'shilgan 4 dan 1 a ni joylashtirishimiz mumkin. Shunda qavsatadigan bo'lsak, ayrilgan 1 taqsim 4 a hosil bo'ladi.
Mana bu bilan soddalashtiradigan bo'lsak, 3 taqsim 4a minus 1 hosil bo'ldi. Endiga navbat. Bu yerda kaosni ochishimiz mumkin yoki bo'lsa a ni o'zini alohida hisoblaymiz. A teng A teng 1 qo'shilgan 4 dan 1 qo'shilgan 1 taqsim 16 qo'shilgan 1 taqsim 64. Umumiy maxraj bu yerda 64 ga teng bo'ladi. Mana bunga 64, 16, mana bu 4, mana bu 1. Demak, 64 qo'shilgan 16 qo'shilgan 4 qo'shilgan 1. Demak, 85. Bu a ning qiymati bo'ldi. Endi a ni o'rniga olib borib qo'yadigan bo'lsak, mana bu yerga olib borib qo'yadigan bo'lsak, 3 taqsim 4 ko'paytirilgan a, ya'ni 85 taqsim 64 ayrilgan 1. Demak, bu yerda qisqaradigani yo'q. 4 ni 64 ga ko'paytirsak, bizda 256 hosil bo'ladi. 85 ni ko'paytiramiz 3 ga. Bu yerda esa 255 hosil bo'ladi, ayrilgan 1. 256 dan maxraj tanlab beradigan bo'lsak, demak, minus 1 taqsim 256 hosil bo'ladi. To'g'ri javob B javob ekan. Davom ettiramiz. 4-chi. Agar 48 qo'shilgan n biror noturon sonning kvadrati bo'lsa, mana bu kvadrat bo'lsa, n qo'shilgan 13 ning eng kichik qiymatini toping. Tayyor bu yerda 48 qo'shilgan n, ya'ni biror bir a sonining kvadratiga to'g'ri keladi ekan. A sonining kvadratiga to'g'ri keladi ekan. Demak, bu yerda n'imiz natural son. Albatta, n o'rniga 1 ni qo'ygan paytda eng kichik holat hosil bo'ladi. Eng kichik natural sonimiz ham 1. Agar 1 ni qo'yib ko'radigan bo'lsak, 48 ga 1 ni qo'shsak, 49. Bu yerda kvadrat emas, aksincha ildiz qo'yib, mana bu a kvadrat deylik. Shunday ko'rinishda yozishimiz kerak edi. N teng 1 holatida o'rinli bo'ladi va a ning qiymati bu yerda katta hosil bo'ladi, katta a ning qiymati. Bizda katta a ning qiymati kerak emas. Demak, 1 qo'shilgan 13 teng 14 degan javob B javob o'rinli. Aynan bu yerda n'imiz natural son bo'lgani uchun mana shunday ko'rinishda ishlanadi. Agar bu yerda natural son degan sharti bo'lmaganda sal o'zgarish bo'lar edi. Keyingi. Demak, ketma-ket kelgan A, B, C tub sonlar yig'indisi javoblardan qaysi biriga teng bo'la olmaydi? Demak, tub sonlar ketma-ket 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 va mana shunday ko'rinishda davom qiladi. 2, 3, 5 ni qo'shadigan bo'lsak, 8, 10 hosil bo'ladi. 3, 5, 7 ni qo'shadigan bo'lsak, 8, 15 hosil bo'ladi. Mana bo'lishi mumkin ekan. 7, 11, 13 qo'shsak, 20, 31 hosil bo'ladi. Mana bu ketdi. Keyingisi 3, 5, 7, 15 chiqardik. 5, 7, 11. 5, 7, 11. 23 hosil bo'ldi. Mana bu ham ketdi. Demak, bizda 21 bo'la olmaydi ekan. To'g'ri javob D javobda bor. 6-chi dastlabki 10 ta to'liq natural sonlar yig'indisini hisoblang. Demak, 1, 3, 5, 7, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Nechta bo'ldi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana shuni hisoblashimiz kerak ekan. Demak, progressiya yoki bo'lmasa o'zlarimiz yo'l bilan birinchi turganga oxirgini qo'shamiz, 2 ga bo'lamiz, ko'paytiramiz. Nechta bor? 10 ta bor. 1 ga 19 ni qo'shsak 20, 20 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak 10. 10 ko'paytirgan 10imiz bizda 100 hosil bo'ladi. To'g'ri javob D javob. 7-chi. 3 xonali A, B, 5 soni bilan 5B, A soni orasidagi farq 198.
Orasindagi farq degani ayirmasi degani. Demak, ayirmasi 198 ga teng. Qo'shilgan bning eng kichik qiymatini toping deyilgan. A, B 5 dan ayiramiz 5 B A ni. Xona birliklar yig'indisi ko'rinishida yozib chiqadigan bo'lsak, mana bu 100 A qo'shilgan 10 B qo'shilgan 5. Keyingisida esa 500 qo'shilgan 10 B qo'shilgan A ko'rinishiga keladi. Kaosni ochadigan bo'lsak, qo'shilgan 10 B qo'shilgan 5 minus 500 ayrilgan 10 B va ayrilgan A. 10 bilan qisqartiradigan bo'lsak, 100 A dan bitta A ni ayirsak 99 A hosil bo'ladi. Mana bu yerdagi 5, mana bu yerdagi minus 500, bu esa minus 495. Natijamiz 198 ga teng ekan. 99 A teng bo'ladi. Bu yerda 198 ga qo'shishimiz kerak 495 ni. Va chiqqan natijani 99 ga bo'lishimiz kerak. 693 hosil bo'ldi va A ning qiymati bu yerda 7 ligi kelib chiqadi. Endi bu yerda B ning aloqasi yo'q. Shuning uchun ham bizda eng kichik qiymat so'ralgan. A qo'shilgan B, A ning qiymati 7 o'zgarmaydi. B ning eng kichik qiymati bu 0 bo'lishi mumkin va 7 ga 0 ni qo'shsak to'g'ri javob 7 javob to'g'ri keladi. Davom ettiramiz 8-chi. A va B notron sonlar uchun mana bu tenglik o'rinli bo'lsa, A qo'shilgan B ning eng kichik qiymatini toping. Yuqoridagi bu misolga o'xshashini ko'rdik, ya'ni 96 ni tub ko'paytiruvchilarga ajratadi dedik. 96 ni ajratsak, 96 ni 2 ning 3-darajasi ko'paytirilgan 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3. Mana shunday ko'rinish olishimiz mumkin ekan. Ko'paytirilgan A ning kvadrati teng B ning kubi. Demak, mana bu keldi, bundan muammo yo'q. 2 ning kvadrati demak ko'paytgan 3. A ning tarkibida qaysi sonlar bo'lishi mumkin? Kubga kelishi kerak yoki 6-darajalarga kelishi kerak. Mana bunda kvadrat bo'lgani uchun bu 2 ning o'zi bo'ladi desak to'g'ri kelmaydi. 2 ning kvadrati desak to'g'ri keladi. Demak, A ning tarkibida bu yerda 2 ning kvadrati mavjud va 2 ning kvadrati bilan 2 ning 4-chisi mana bu 2 bilan 2 ning 6-chisi hosil bo'ladi. B ga o'tadigan bo'lsak, B esa B dan faqat 3 ning o'zi bo'ladigan, A ning tarkibida 3 bo'lsa bo'ldi. Nimalar hosil bo'ladi? 2 ning kubi 2 ning kvadrati ko'paytgan 3, bu yerda esa 2 ning kvadrati ko'paytgan 3 hosil bo'ladi. B ning kubi teng bo'ladi 2 ning kubi ko'paytgan 2 ning mana bu 4-daraja, mana bu kvadrat. 2 ning 6-darajasi 3 ning kubi hosil bo'ladi. Endigi masala. B ning o'zini topadigan bo'lsak, 2 ko'paytirgan 2 ning kvadrati ko'paytgan 3. Mana bu yerda 4 8 24 hosil bo'ldi. Bu qaysining qiymati? Bu B ning qiymati bo'ldi. A ning qiymati esa mana bu yerda hisoblasak, demak 4 12 hosil bo'ladi ekan. Endi A qo'shilgan B ning eng kichik qiymati shu 12 qo'shilgan 24, bu esa 36 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob B javob o'rinli. Davom etamiz. 9-chi. Kvadratlar yig'indisi 25 ga teng bo'lgan. Kvadratlar yig'indisi 25 ga teng bo'lgan ikkita butun sonning yig'indisi eng kamida qancha bo'ladi? Demak, A kvadrat qo'shilgan B kvadrat teng 25 deyilgan. A va B bu yerda butun son.
O'zi Pifagor sonlari bor edi, ya'ni 3 ning kvadratiga 4 ning kvadratini qo'shsak 5 ning kvadrati shunga mos tushadi va a ning qiymatini biz -3 deb olamiz, lekin b ning qiymatini esa -4 deb olamiz. Sababi ikkitasini qo'shgan paytda eng kichik natijaga erishishimiz kerak. Ikkitasi ham manfiy holatida o'rinlab bo'ladi. Demak, a qo'shilgan b miz -3 -4 ga to'g'ri keladi. To'g'ri javob esa -7. D javobimiz to'g'ri bo'ladi. Keyingi 10-chi. A va b, s notron sonlar uchun bizga tenglik berilgan. 3a qo'shilgan 2b qo'shilgan s ning qiymatini topishimiz kerak. Demak, buning ishlanish tartibi qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Biz mana bu yerda 29a ni 30 ayrilgan 1 ko'rinishda yozsak, 31 ni esa 30 qo'shilgan 1 ko'rinishda yozsak va qovusdan olsak nima bo'ladi? 30a ayrilgan a qo'shilgan 30b qo'shilgan 30s qo'shilgan s teng 366 ga teng ekan. Mana bu yerdan 30 ni qovusning tashqarisiga chiqaradigan bo'lsak, a qo'shilgan b qo'shilgan s hosil bo'ladi. Va keyin qolgani -a qo'shilgan s ni o'zini yozsak yoki buni o'zgartirib qo'shilgan s ayrilgan a teng 366 deb yozsak, s dan a ni ayirsak aniq raqam hosil bo'ladi bu yerda. 366. Mana bu yerda 30 ko'paytirilgan. Imkon darajasida 30 ga ko'paytirgan paytda eng yaqin son hosil bo'lishi kerak. Sababi aytyapmiz, mana bu ikkitasi raqam deyapmiz. Agar biz 30 ko'paytirilgan a qo'shilgan b qo'shilgan s ni 360 ga tenglashimiz mumkin. Endi demak, a qo'shilgan b qo'shilgan s ning qiymati bu yerda 12 ga teng bo'ladi. Mana bu bir tenglama. Keyingisi s dan a ni ayirgan payti 6 hosil bo'lishi kerak. 6 hosil bo'lishi kerak. Mana bu yana bitta tenglama. Bu yerdan s ni topadigan bo'lsak, s teng bo'ladi 6 qo'shilgan a ga va pastdagini o'rniga olib qo'yadigan bo'lsak, a qo'shilgan b qo'shilgan 6 qo'shilgan a teng 12 ga 2 ta a qo'shilgan b teng 6 hosil bo'ladi. Bu yerda a, b, s'lar natural son deyilgan. Endigi masala. Biz a ning o'rniga 1 ni qo'yib b ni topadigan bo'lsak, b ning qiymati mana bu yerda 4 hosil bo'ladi ekan. Va s ni topadigan bo'lsak, keyin s ni topadigan bo'lsak 6 qo'shilgan a ga teng 6 qo'shilgan 1 teng s ning qiymati 7 ga teng bo'ladi ekan. Bu o'rniga qo'yib hisoblab ko'rsak to'g'ri keladi. Endi bizdan so'rab turgan narsani topsak. Demak, 3 ta a, 2 ta b, 1 ta s teng 3 ko'paytirilgan 1, 2 ko'paytirilgan 4 qo'shilgan 7. 3 qo'shilgan 8 qo'shilgan 7 15, 18 hosil bo'ladi. 18 esa bu yerda s javobimiz to'g'ri bo'ladi. Hozirda birinchi video darsimiz, ya'ni 1 dan 10 gacha bo'lgan misollar bo'ldi. Keyin 11 dan boshlab 20 gacha davom qildiramiz keyingi darsda.